Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan tushlikda yeyish uchun go'shtli nonlar tayyorlaymiz. Birinchi xamirini tayyorlashdan boshlaymiz. Idishimizga iliq sut, tuz, shakar, tuxum solib aralashtirib olamiz. So'ngra unimizni solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamirni yaxshilab mushlab 30 minut davomida dam oldirib olamiz. Bu orada esa nachinkasini tayyorlab olamiz. To'g'ralgan piyozimizni salgina qovurib olamiz. So'ngra to'g'ralgan bolgariski, qiyma, pomidor solamiz. Tuz va ziravorlar solib, yaxshilab aralashtirib, pishgunicha qovurib olamiz. Pishib tayyor bo'lgandan so'ng ko'kat solib aralashtiramiz va olovdan olib sovutib olamiz. Xamir tinib tayyor bo'lgandan so'ng 10 bo'lakka teng qilib bo'lib, mayda zuvolachalar qilib tayyorlab olamiz. Xamirlarni yupqa qilib yoyib olamiz. O'rtasiga nachinkamizdan solib tekislab, chetlarini salgina suvlab olamiz. Ikkinchi xamirni qo'yib, yaxshilab yopishtiramiz va chetlarini xohishga ko'ra bezab olamiz. Tovada qizigan yog'ga solib, o'rta olovda pishirib olamiz. Bir tomonini qizartiramiz va ikkinchi tomonini ag'darib, ikkinchi tomonini ham qizartirib pishirib olamiz. Tushlik uchun taomimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.